2019-yil Nexia 3 jigarlar, mexanika korobka, konditsionerlar ishlab turibdi, oblistovkalari qilib qo'yilgan ekan, metallari bor. Hamma narsasi cho'tki holatda turibdi. Baloni charchab qopti. Kobaltli kalpaklari qo'yilgan ekan. Salonni bitta ko'rsating. Saloni lekin yaxshi holatda turibdi akalar. Chexoli bor, poligi bor. Probegi 127 ming. Halol probegda ekan. Roller rokatkalari ozroq charchabdi, mexanika korobka. Mashina yaxshi holatda. Chexollarni ham yaxshisini taqib qo'yilgan, metallari bor. Kraskalari top-toza ekan, o'zingizlar uchun ko'rib, ko'rsatib olsanglar bo'ladi. Mana bunaqa spoilerlar qo'yib, qanotchalar qilib qo'yilgan ekan. Orqasiga egalari bilan telefon qilib bemalol kelishib, baraka qilsanglar bo'ladi. Narxi bo'lsa-ki 97 million bo'lsa, berib yuboraman deyaptilar. Generalni berilmas ekan, faqatgina oldi sotdi bo'lar ekan. Telefon qilib bemalol olsanglar bo'ladi. 2019 ekan. Egalar nomerlari har doimgidek pastda. Telefon qilib baraka qilinglar. Rahmat, joninglar sog' bo'lsin.